Tor? Nima? Tor... Peter? Salom Barry. Yoki Flashmi? Bari deyver, sen qayerdan bu yerda paydo qolding? Xullas, men bunday narsalarni seza olaman. Shunaqa qobiliyatim bor. Qoyil, lekin zo'r vaqtda kelib qolding. Sisko. Nimalar bo'lyapti o'zi, Barry? Tushuntirib ber. Xullas bir senga aytuvdim-ku, sariq odam degani. O'sha bir yaqin do'stimni o'ldirdi. Va biz uni xullas tutmoqchi edik. Va u hozir Starkni ham o'ldirmoqchi. Qara, men tushgan binoga tezda osilib chiq, ha. Tezda osilib chiqday, men esa hozir aylanib boraman. Bu tez. Nima? Bu yerda kim o'lib yotibdi? Bu o'sha Sisko. Shu kostyumimda hamma narsani menga yordamlashib yaratgan odam bo'ladi. Va Tony Stark. Ha, Sisko. Va men bu yerda Tony Starkni ko'rmayapman. Mana bu sariqdagi odamni. Qayerda bo'lishi mumkin? Balki tepaga chiqish kerakdir. To'g'ri, tepada ham bo'lishi mumkin. Mani o'ldirdim deb o'ylading, lekin men o'lmadim. Bilaman. Sen yaxshigina kuchlisan. Lekin shu yerni o'zida seni tinchishga harakat qilaman. Mana qiladigan ishlarimiz bor. Hozirda esa seni bolalaringga oldi. Mana esa ketadigan joy bor. Qayerga ketmoqchi? O'zi xap. Oy, Stark? Peter shotansa? Peter. Flash, Barry. Pastda Siskoni o'ldirgan Stark. Va u sizni ham o'ldiraman degan uchun shu yerga chiqib keluvdik. To'g'rirog'i Peter topdi shu yerdaligini. Hammasi yaxshimi? Nima qolsam? U Peter. Men yordam uchun keldim. O'rgimchak sezgim orqali sezib ular u meni qutqarib qoldi, Stark. Qani sariqdagi Flash? Sariqdagi Flash qochib ketdi. Shoshmang. qochdi. Shunchaki qochdi. Hech nima qilmasdan, a? Yo'q, mana binodan uloqtirib yubordi. Lekin o'lmadim. Taxyonning uskunani olib ketdi-ya o'shunda. Yo'q, soxtasini oldi. To'xtang, Wells, aloqada yo'q-u. Men borishim kerak tez. Wells oldi bor. Wells, Bor. shu yerdamisiz? Nima bo'ldi? Shuncha paytdan beri nimalar qilib o'tiribsiz, Wells? Aloqada uzilish bo'lib qoldi. Qanaqa uzilish? Sisko o'ldi. Qanday? Sariqdagi odam o'ldirdi uni. Sizlar Sisko tayyorlagan tuzoqning ichidan chiqib ketdi va o'ldirdi Siskoni. Qanaqasiga tuzoqdan chiqishi mumkin emas, u axir uni Stark ko'z yaratgan edi. Men ham hayronman. Yo'q, uni Stark emas, Sisko yaratgan. Stark shunchaki taxyon uskunani berib turdi bizga. Nimaga sariq odam paydo bo'lgandan beri siz aloqada yo'qsiz? Bari. Sariqdagi odam paydo bo'lish bilan aloqalar uzilib qoldi. Va aloqani tiklashga harakat qildi. Lekin ishlamadi. To'xta, sariqdagi Flash. Uni tutamiz, Bari. Tutamiz. Shunchadan beri tutamiz deyapmiz uni. U menga yana bir yaqin insonimni o'ldirdi. Nima endi shu bilan ikkalamiz ishlaymizmi faqat uni tutish uchun? Shunga majburmiz. Naqadar ishonuvchilar. Hamma gapimga so'zsiz ishonishdi. Manda eng asosiy narsa bor o'sha. Stark.
va O- Peter. Qachon kelishga berding? Hozir Boring. keldim. Nima Xullas, bo'ldi? Well Starlapsda u ham achinyapti. Xuddi Sisko o'lganiga, lekin achinyapti, ha. Menimcha u sariqdagi odam emas. U hozir rosa o'zini aybdordek his qilyapti. O'zini ayblayapti bo'lgan narsalarga. Xullas, mayli. U bilmaydi Eng stolisiga muhimi- kelganimda. U ochilishda Qo'rqmaydi. ham biladimi? Shuncha odamni o'ldirib qo'yib. Qoyil. Yo'q, To'xta, Peter, biz to'xta. hali bilmaymiz u Buni aynan hozir o'sha aniq odamni. bilamiz. Unga Qanday? ovoz yosh qurilmalari va joyi aniqlash kameralar o'rnatilgan. Taxyon uskunasigami? Bu narsani planshet orqali ko'rishingiz mumkin. Planshet uchlab o'zing ko'rsang bo'ladi. Mana ko'zoynak taqib ko'zoynak orqali ko'raman. Flashdan monitor orqali ko'rsang bo'ladi. Peter, Menchi. Men bilan ko'raveramiz. kostyumda sensorlar bor. Bu kunlarni qancha kutgandim. Va nihoyat menda Taxyonning ustroysi bor. Hech kim meni to'xtata olmaydi endi. Taxyonning ustroysi bor. Ishga tushiraman. Nimaga ishlamayapti? Qanaqasiga? Qiziqmi ekan? Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Bu soxta. Yo'q! Stark! Buning uchun hali javob berasan. Seni o'ldiraman. Seni o'z qo'lim bilan o'ldiraman hali. Flash, Stark. Hali seni o'zim o'ldiraman. Bunga va'da beraman. Yo'q. Nahotki. Yo'q. Wells. Yo'q, u emas. Yo'q, u bo'lishi mumkin emas, yo'q. Yo'q, ham Qari. Ko'zoynakka Nahot- buni ishga tushiraydi. yo'q. Aniqlasa bo'ladi. Yo'q. Salom janob Stark. Bu 100% o'xshashlik. Bu Harrison Wells. Yo'q, Jarvis adashayotgandir. Jarvis ham tasdiqladi buni. Yana Yo'q. shuni afsuslaman. Yo'q. Nahotki shuncha yildan beri men bilan bo'lib kelgan odam onamni qotili bo'lsa. Yo'q. Axir bu shuncha yildan beri Sisko bilan ishlab kelgan, bu Siskoni o'ldira olmaydi. Yo'q. Bo'lishi mumkin, Bari. Bilamayman. Men uni hozirroq o'ldiraman. To'xta, Bari. Hozirroq o'ldiraman men uni. Hozirroq kostyumini kiy va uyingga jo'na. Yana Bari uygami? jahl ustida bir nima qilib qo'yishi mumkin. Va biz sariq flashni oldiga ketamiz. U undan har narsa kutsa bo'ladi. Hozir ko'rding, do'stini o'ldirdi. Seni ham o'ldirishi mumkin. Qolanga men javob berishni xohlamayman. Shuning uchun uyingga bor. Men esa kostyumni chaqirish paytim keldi. Jarvis, Mark Qaroltini chaqir. Hammasi juda yaxshi. Endi esa Bariga yordam berish kerak. Qatdeding Bari? Aldoqchi. Stark. Hammasi seni deb. Nimalar deyapsan, Hammasi seni deb, Wells. Firibgar, yolg'onchi. Shuncha yildan beri aldab kelding. Nima deyapsan bu gaping bilan? Tushunmayapman gapingni. Ahmoqqa samovozingda, Wells. Sariqdagi Flash sensan. Sariqdagi emas. Teskari Flash. Bu qani anglashilmovchi-da, o'xshatyapsiz. Hammasi seni Bu deb. yolg'on emas. 100% bu sensan, Wells. O'zi tegi kimsan? Nimaga sen menga o'xshaysan? Hammasiga javob berish vaqti keldi, Wells. Demak,
Bilibsizlar-da. Xo'p, mayli. Sizlarga kimligim? Aktyorlik ko'z boyamoqchiliklarni to'xtataman, mayli. Xo'p. Sizlarga yetargan bo'lsam, Isming nima? Haqiqiy kimsan Ha. sen? Eobartovman. Kim? Kimman? Man Eobartovman. Eobarton. Nechinchi yildansan sen? Eobarton Editoundagimi? Ha, Tushunmayapman. uzoq qarindoshim u mani. Sen kelajaksansan. Va endi menga yetib bordim u narsa. Faqat Starkka aql iroda o'ylagandim, lekin uni ham miyasi ketishladi. Mayli, nu. Nimaga? Nimaga Starkka o'xshaysan? Nimaga onamni o'ldirgansan? Nimaga Siskoni o'ldirding? Xo'p, mayli. Nimadan boshlaydi? O'tmishga qaytdim. O'shanda men sen bilan yugurishib, urushib ketayotgandim va men o'tmishga qaytishni xohlab qoldim. Chunki seni o'ldirmoqchi edim o'shanda. Va seni o'ldirsam kelajakdan ham yuvib ketarding. Va o'shanda kelajakda men xohlaganimcha yashar edim. Sen meni azaliy dushmanimsan. Mendan shon shuhratni, qahramonlikni olib qo'ygansan. Men aslo unaqa qilmasdim. Kelajakdan men dedim, u seni 5 qo'limdek bilaman. Seni bo'lganingdan beri kuzataman. Mayli, xo'p. Vaqtim chegaralangan. Men rol o'ynashdan zerikdim. Senga esa bir zo'r narsani ko'rsataman. Nima bu? Flash. Qo'lingdan kelsa meni tutib olishga harakat qil. Seni esa boshqa kunga asrab qo'yaman, Stark. Kelajakda tiriksan, hozircha. Yaqinda kelajakda o'chirib tashlayman seni. Yana ko'rishamiz, Flash.